Yamiz. Mana keldik. Yetib keldik. Mana qizim ham xursand. Mana. Asta tushamiz, ha? Malades. Mana. Buni kech joy ekan. O'tirsa bo'ladi. Daryo. Limon, da yursa bo'lar ekan, yur. Tushadigan joy yo'q ekan. Bo'ldi, qaytamiz orqaga. Mana shu yerga joy qilib o'tiramiz shu yerda. Daryo. Ha? Wow, nima topding? Nima ekan bu? Uy bu anaqa glassga qo'lingga qatib qolasan. Buni yerga tasha buni. Yo bu limon, it's sharp. Qo'ling kesib oladi, ha. Qo'ling kesib olasan qizim, bu eshak-ku bu. Mana o'rtoqlar, kelib joylashib bo'ldik. Ovqat pishirishga hamma narsa tayyor. Kichkinaga gilamcha so'kar o'tkazib qo'ydik. Qizim o'ynab yuribdi. Ichkarida charchagan paytda kirib yotishga joy qo'ydik. Keyin xotin ovqat qilish bilan ovora. Hozir hamma masalalar tayyor bo'lgandan keyin mana bularni qo'yib, qovurib ovqat pishiramiz. Tabiat. Daryoni bo'yi. Daryo ikkita daryoga kelib qo'shiladigan joy ekan. Mana. Bu ana shoxlarning orqa tomonida yana bitta daryo kelyapti. Bu yoqdan bu daryo kelyapti. Daryo desa ham bo'ladi, endi kanal deymizmi, ariq deymizmi.
ikkalovi kelib, qo'shilib, u yoqdan bitta bo'lib ketyapti. Mana shunaqa chiroyli, ajoyib joy. Imola qandaysan? Qandaysan? Yaxshimisan? Mazza qilyapsanmi? Nima ekan u? I don't know what that is. Ha, u yomon ekan, temir ekan, zanglab ketgan temir ekan, qara. Ha. Where did it come from? Odamlar tashlaganda. Why do you leave it? Ha, anaqa konserva ochadi-ku. Qani qopqog'ini tashlagan. Buni zanglab ketgan. Ha? Zo'r ekan, qum ekan, qizim, qara. Hamma tomon qum ekan. Qum, sand. Ha. But I'm finding the sand because the Ha. Ha, yaxshi. Zo'r. Bunaqa. Washington shtatini Stevens Pass degan joyiga yaqinroq joy. Mount Baker degan tog' tizmalari qo'riqxonasining ichida joylashgan joy. Mana daryo nomi esimda yo'q to'g'risi. Kichkinaroq daryo. Khalid, nima qilyapsan? Iya. O'yinchoqlarni tushirib tashlabsan-ku, ma. Mana. Limona, nima qilyapsan, qizim? I'm walking around. Ha. I'm walking around. Aylanib yuribsanmi? Zo'r joy ekan-a? Ha. O'g'limiz qopqoqqa tushib qoldi. Yordam beramiz. Ma, ana. Oho. Ovqat hidiga birdaniga pashshalar ko'payib ketdi hamma tomonda, kamarlar chaqyapti. Shuning uchun hamma narsani yig'ishtirib, bolalarni ichkariga qo'ydik. O'zimiz ham joyda o'sha yerga joylab, hozir ovqat pishishi bilan ichkarida yeymiz. Tashqarida o'tirib bo'lmay qoldi. Menimcha yog'ni hidiga mana pashshalar uchib keldi-da, ko'payib ketdi birdaniga. Tabiatga chiqqandan keyin mana shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Multfilm qo'yib berganmiz bolalarga. Ovqat yeymiz endi. Yoqimli ishtaha. Mana yerda ko'ramiz. Hop. Nazarmi? Biz ovqatga pashshalar havas kelyapti. Mana pashsha ko'rinyaptimi? Setgan tashqarisidan kelib hammasi yopishib olgan. Tabiat qo'yniga chiqqanda mana shunaqa setkali keyin anaqa ham olib qo'yish kerak, tent. Mana shunaqa pashsha ko'p joylarda ichkariga kirib olib, zamoga olib qo'yiladi. Shu bilan pashshalarsiz ichkarida bemalol o'tirsa bo'ladi. Ana ovqatni ham yeb bo'ldik mana. Mana buni ham qoni to'ydi.
Mana Mana joyda. ovqat deyarli qolmadi mana. Oxirgilarini yeyapmiz. Qorin zo'r bo'ldi. Endi ovqat hazm qilish uchun chiqib ozgina aylanib yurib kelamiz. Keyin dam olamiz. Keyin narsalar yig'ishtirib uyga ketamiz. Hammamiz o'ynaymiz. O'ynaymiz ana to'ppa-to'g'ri. We're gonna take a nap. Night bo'lsa, I can nap qilamiz. Actually, when is tomorrow morning? We go to the playground. Mayli. Ertaga faqat playgroundga schooldan keyin boramiz-da. Ertaga schoolga borishim kerak ertalab. Ertaga I Monday. don't like. You don't like school? Ana, I don't like school deyapti. Qaysi bola maktabni yaxshi ko'rgan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ertaga maktabga boradi, keyin playgroundga boradi. To'g'rimi? No. To'ppa-to'g'ri. Angel, Clips? Huh? touch this, okay? Ha, nima ekan bular? They are sleeping. You sleeping? They are. Yeah, hamma ishchilar terib kelibsan-ku. Qo'ling kesib olma, xo'p? Qo'lini kesib. They say they like me. Ha. Yeah. Mana aylanib yuribmiz. Mana ketdi. Bu yoq shahar tarafdan kelish. To'g'ri borib bu tomonga o'tganda bu yoqda toqqa yana kirib ketaverish yo'l bor. Lekin nimagadir yopiq turibdi. O'sha yo'l yopilgan joydan u yoqqa yana o'tib borib ko'rmoqchimiz nimalar borligini. Bu tepadagi yo'l menimcha anaqa sel kelgandiku, daryolar tushib, o'shanda menimcha qayerdir yo'lni qismi suv urib ketgan bo'lsa, o'shaning uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan menimcha yopib qo'ygan yo'l. 1 B 4 2 C 4 Mana. Mana yo'lni mana shu qismi yopilgan mana. Pastdan chiqib kelganda road closed deb yozib qo'yibdi. O yoq tomonda tepada tog'da qorlar ko'rinyapti. Voy. Mana bu chekkasidan o'tib ketamiz. Mana bu yoq tomondan o'tamiz, qizim. Kel. Ehtiyot bo'l qizim. Wow. Mana. Tozaligini qara suvda. Simona, be careful. Ehtiyot bo'l qizim. Bu pastga qarasang qo'rqib ketasan. Sure. You wanna throw a leaf? I gotta throw a leaf. Throw a leaf. Ha, chiqsa bo'ladi, ana odamlar yuribdi-ku. Mana bu tomongami? Ha, mana bu yoqdan chiqsa bo'ladi. Chiqamizmi? Ketdik. Yuringlar, chiqamiz. Mana yo'lni u tomoni suv urib ketgan ekanda. Qara. O'shaning uchun yopilgan. Bu yoqni keyin olamiz. Kel qizim, mana orqamdan yur. I don't want to go under. Let's not go under. Okay. Hop. Asta tushun. Hop. Woohoo. I slide. Tree. Yeah. Suv siniqligini. Ajoyib, a? Tepada boyagi most. The water's cold. Zo'r ekan.
the giant one. Oh. Woo. Kichkinaroq tosh olib otganda qizim. Kichkinaroq mana kichkinasini olsang. Quyosh kamayib, quyosh botyapti-ku, shunga sovuq tushyapti. Ketdik endi. Ana. Ana bu tomondagi yo'lni suv urib ketilgan joylarni ham borib ko'ramiz. Bu yil Washington shtatida juda ko'p yomg'ir ko'p miqdorda yoqqan. Yomg'ir Washington shtatida juda ko'p yog'di. Ayniqsa qishki paytlarda. Keyin juda ko'p yo'llarda urib ketgan suv kelib. Shuning uchun ko'p tog'li hududlardagi yo'llar yopilgan. Ancha munchasidagi zararlar to'g'rilanib, yo'llar remont qilinib ochilgan edi. Mana shu yo'l kam sonli, hali ochilmagan, hali yopiq turgan yo'llardan bittasi mana shu. Yo'l chekalari urib ketilgan mana. Suv kelgan. Bu tomondan juda katta miqdorda suv kelib, yo'llardan o'tgan. Yo'lning bu chekalari mana yorilib ketgan mana. Shuni hisobiga yo'l yopilgan. Mashinalar qatnovi to'xtatilgan. Mana. Juda katta oqar ekan-ku bu. Tushmaymiz yoqqa. Limona, bu juda katta oqar ekan bu suv. Ehtiyot bo'lish kerak, yoqqa o'tmaslik kerak, ha? Mayli, kel. Narigi tomondagilarni ko'ramiz, ha? Qariqlikni ham bu yerda yo'lni yarmi mana shu. Bundan yog'ida yarmi o narigi chekkagacha bo'lganda, qara, hammasi urib ketilgan. Lekin zo'r joy ekan mana shu, yo'l sayoz qismi ekan, ha. Mana bu yerda chuqurda cho'milsa bo'ladi. Hozir mashinada ichamiz, mashinada suv bor qizim. Ha, tabiat chiroyligini. Osmon, daraxtlar, daryo, odamlar. Ha, mayli tush. Asta sakrab tush. Hop, ana. Suv tiniqligi. Suv tiniqligiga besh ketyapman. Tog'dan kelayotgan suvda bor, top-toza shuning uchun. Apache degan hindular kinolarda yuradi-ku, o'rmonlarda, daryolarda. Qanchalarda yurganda shular. Mana bo'ldi safarimiz ham. Qarada, orqaga ketamiz endi. Mashinaga qaytib borib, narsani yig'ishtirib, keyin uyga ketamiz. Hamma narsa qo'yildi mashinaga. Endi ketamiz. Bismillah.